O'sha ko'chalarda mashina haydaydiganlarni menimcha Toshkentning o'zida kami bir 45% arendaga mashina minadi-da. O'sha arendaga mashina minadi. Endi mana boyaga aytganimda va mana bular aytganlaridek kam ta'minlanganlar, ya'ni pul yig'ib qo'ygan puli yo'q ularni. Odamlar shunaqa odamlar bor, bugun ishladi, ishlagan pulini ro'zg'or qilib, ertaga yeydi. Bir xil o'sha topganini o'sha kuni o'zi yeydi. Ya'ni ularda jamg'arma yo'q, ularda ortiqcha pul yo'q, kunini zo'rg'a ko'radi. O'sha arendaga olib, misol mashinani kira qiladi, boshqa qiladi, amallab o'sha oilasini boqadi. Qay darajada to'g'ri, misol ularga mana shu 4 million shtrafni olib yozib yuborish. Qarang. Ularga birlamchi ogohlantirish berish to'g'ri emasmi? Misol mana boshqa davlatlarda ogohlantirish degan tizim bor-da. Birinchi marta ushadimi, qanaqadir bir baza qilib, o'sha baza orqali ularga birinchi marta ogohlantirish yoki shunchalik yaxshi ko'rishar ekan xalqni, shunchalik sevadi ichki ishlar xalqi deyiladi. Nimaga ularni olib 4 million shtraf qilgandan ko'ra pravasini olib qo'ygan yaxshi emasmi? Shuhrat aka, men bu logik narsada qiynalgan odamni tepkilash degani-da bu battar. Yo'q, men sizga endi u to'xtang, gapni tugatib oling. Ertaga mayli koronavirus ham o'tib ketdi, boshqa ham o'tib ketdi, hammasi tugadi deng. Qayerdan pul olib beradi? Kim to'lab beradi unga 4 million pulni? O'zi men bu yerda arendatorga ham o'sha koronavirusmi boshqa ham farqi yo'q, bo'ynidan o pulini ber, arendan pulini ber deydi. Qayerdan olib beradi? Neujeli shu oddiy qiynalgan xalqim deydiganlar shu narsani o'ylamaydi. Nima sababdan? Mana shu qiynalgan bechorani tepkilash kerak. Bo'pti, pravasini olib qo'y, anaqa tiqib qo'ymayli, karantingacha mashinasi tursin. Yoki xataba qanaqadir o'shalarga imtiyoz qilib bersa yoki bir martalik ogohlantirish qilib bersa bo'ladi-ku. Mana gapingizga javob beray. Men yakshanba kuni shahrimizga kirib keladigan shu blog postlarda, madad postlarda ham o'zim xizmat olib bordim. Jurnalistlar bilan aynan shu tadbirni ko'rishdim. O'sha payt mana yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i jurnalistga shunday javob berdiki, endi men ularni gapini olib sizga yetkazishim mumkin-da, axborot xizmati xodimi sifatida. Biz deyapti 10-dan boshlangan bo'lsa 2 kun davomida fuqarolarni shu jarimaga tortmadik. 4 millionligiga. Endi men o'sha taksistlik qilib, boshqa qilib oila tebratayotganlarga shu sizning fikringizga javob beradigan bo'lsam, litsenziya asosida ishlasa, unga Respublika maxsus komissiyasi tomonidan imkoniyat bor ishlashiga. Bemalol. Xo'p, o'sha tirikchilik qilayotgan odam mayli qilsin, bir kunda arzimagan pulni litsenziyaga to'lab, davlatga o'sha solig'ini to'lasa, biz o'sha puldan sog'liqni saqlashga, boshqaga ishlatamizmi? Yo'q, u отдельный tema. Mana men deylu, bozorda sotuvchiman yoki bir qanaqadir kunlik boshqa ishda ishlayman yoki qanaqadir bir fabrikada yo firmada ishchi bo'lib ishlayman-da. Men arendaga mashina olib qo'yganman. Fabrika yopiq, hamma yoq karantin. Uyimda bola chaqamni boqishga pulim yo'q. Litsenziya karantin davrida kim litsenziya beradi? Hech kim bermaydi. Hamma yoq karantin. U nima qiladi? Xudoga tavakkal deydi, mashinasiga o'tiradi, sekin chiqib birro aylanib keliyor, bu narsa bo'lib qolar. Ertaga bolamga 4 ta non bilan bir pampers olaman deb harakat qiladi. Ana o'sha holatlari ham bo'ldi. Undan tashqari mana shu oldingi davrda, karantin davrida ham ko'rdik. Upakovkalab qo'yishgan. Upakovka oziq-ovqatini upakovka qilib qo'ygan, hamma narsa upakovka qilib qo'yilganda karantin qoidalariga rioya qilmaydi deb, SES xodimiga nagli ichki ishlar xodimi topshirib beryapti. To'xtatadi, SES xodimini ganat qiladi. SES xodimi borib yopishaveradi aniga haliga davay qilib. O'sha holat ko'rib turibmiz, video tarqalgan, sizlar ham ko'rgansizlar menimcha bu videoni. Даже o'sha oziq-ovqatni одноразовый idishlarga solib upakovka qilib qo'ygan, haligi bechorani olib shtraf taqiydi. Shuradagi bir sekund dobajaman, shurada ko'zim oldida bo'lgan narsa, ko'zim oldida bo'lgan narsa. Boy yig'lab turibdi. Shuna Qoraqamish bozori oldida, Tansboy bozori oldida. Haligi bola yig'lab turibdi, aka deyapti. Men bola chaqamni boqishim kerak, pulim yo'q hozir. O'shaning uchun chiqdim o'shaning uchun deyapti. Ana 6 million yozaman deyapti SES xodimi. Ichki ishlar ushlab bergan. Bu yerda muammo bo'lyapti-da, qarang. Xalqning ichida xalq bilib turgan narsa, xalq shu narsani har kuni so'rayapti. Misol, meni milliondan ortiq podpisчигim bor-da, opa. Shu xalq bilan ishlayman men. Murojaatlarga, viloyatlarga, tumanlarga bormagan joyim, qilmagan ishim qolmadi. O'sha karantin davrida ham kerak bo'lsa, o'sha mingdan oshiq odamlarga xayriyalar o'tkazildi, boshqa qildi. Gap u biz xalqqa hozir ichki ishlarga yo sog'liq saqlashga qayrash degan narsa ketayotgani yo'q. Bu yerda asosiy muammo bor. Men o'sha narsani, xalq so'ragan narsasini so'rayman. Nima sababdan 4 million pul to'lash kerak, o'zi puli yo'q, bola chaqasini boqa olmayapti.
nima sababdan 4 million o'sha narsani nega arzonroq qilsa bo'lmaydimi yoki bir marta ogohlantirsa bo'lmaydimi degan narsani bera o'zlariga ham beraylik ish bor javobga. joyda kamchilik bor. Har bir joyda ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Avvalambor ichki ishlarda temir intizom degan narsa bor. Hozirgi kunda. Agar biz temir intizom bilan ish olib bormagan taqdirimizda hozirgi kunda karantin bundan battar bo'lib ketishi ham mumkin edi. Endi sizning savolingizga adolatli biz yondashib oddiy bitta Sergeli tumanini oladigan bo'lsak, 1247 fuqaroni shaxsan profilaktik inspektorlar tomonidan maska kiyib yurish qoidalarini buzganligi uchun ularni ogohlantirdik. Bu degani ularga nisbatan har bitta oilaga jarima degani. 1247 ta sifraga qarang. Keyingisi undan tashqari 1785 ta niqob tarqatdik. Taqib yurmaganligi uchun. Sababi haqiqatan ham o'sha oila siz aytmoqchi, sharoiti og'ir. 300 ming, 400 ming jarimani to'lashga imkoniyati yo'q. Biz ham insonmiz, tushunamiz. Taqib olsa, marhamat deb ko'rsatamiz. Birinchi safar ogohlantiramiz. Ikkinchi safar agar haqiqatan ham maskani taqmasdan, ichki ishlar xodimining qonunini talabini bajarmaganligi uchun unga nisbatan qo'shimcha chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Endi Biz shu ham joyda ko'chaga shular hozir saqlashdan emasdilar-ku. Yo'q, siz savolingizga oxirigacha men javob beray. Savolim o'zi boshqa edi. Yo'q, hozir endi kelyapman shu savolingizga bir chekkadan etab bilan. Keyingisi biz ularni oldin sabab ularni jazolash emas. Keyingi masala haydovchilarga nisbatan deyapsiz. Buni profilaktik inspektorlar ham qilyapti. Sababi o'sha hududda karantin e'lon qilindi. Avtomobil haydash mumkin emas. Agar u avtomobil bilan chiqib, bir kunda 50 ming so'm pul topaman deb, ertaga qancha insonga ziyon yetkazib qo'yapti. Bolasi och qolyapti uni. Och qolayotgan fuqarolarga nisbatan endi eshiting. Xolodilnigini sotgan, televizorini sotgan. Tuman 4 ta sektorga bo'lingan. Prokuror bor, hokim bor, nalog, ichki ishlar rahbari. Har bitta hududda siz aytgan xonadonlar shakllantirilgan, kam ta'minlangan. Har bitta xonadonga har kun desam yolg'on, haftada bir marta, ikki marta xabar olinyapti. Kerakli amalli yordami berilyapti. Sababi O'zbekiston hududida hozir och qolgan odam yo'q. Mumkin emas bu narsa. Sababi men Sergeli tumanida 3-sektorda shaxsan borib ko'rdim. Kirib tekshirdik xonadonga. Hozir bugungi kunda ham shu tadbir davom etyapti. Shuhrat aka, yana bitta narsada mana shu jarimaga keladigan bo'lsak.